Yuring, jigar, to'yxonangizga bitta zo'ri bor, bosib yuborasiz. Stollarida stolimizga keladigan bo'lsak, stolimiz nержавейкаdan tayyorlangan. Ustki qismlari kalyonli oyna. Xo'p, o'rtadagi qismi aylanadigan holatda bo'ladi. Buni ham mexanizmlarini o'zimiz sizga yetkazib beramiz. Stullarimiz paxta gulli fasonda. Buni 70 xildan ortiq fasonlari bor. Bemalol tanlab o'zingizlarga, to'yxonangizlarga tushadiganini bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Ustki qismlari ekokoja. Buni hozir 10 talik qilib qo'yganmiz komplektda. Xohlang 12 talik, xohlang 15 talik holatda bemalol yetkazib bera olamiz. Buni oynasini MDF akrildan ham qilsangiz bo'ladi. Oyna, kalyonli oyna qimmat tushib ketishi mumkin. Может, almashtirib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, buni o'rtadagi qismlarini o'zimiz yetkazib beramiz aytganimdek. Qolganlarini bir qator hozir video davomida ko'rasizlar. Pastda nomerlar qoldiraman. Ushbu nomerlar orqali bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. To'yxonangizlarga bemalol cheklanmagan miqdorda yetkazib bera olamiz.